Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ro'zani buzish sababchi bo'ladigan omillari haqida va buzilganda qazosini, ya'ni bir kunga bir kun tutib berish masalasi to'g'risida suhbatlashayotgandik. Buni hozir davomi bor edi. Inshaalloh bahor qudrat vaqtimizga qarab o'qib eshitgan bo'lamiz. Xo'p, ro'zani ochadigan amallardan biri shuki, og'zini chayayotgan vaqtida, g'usl qilayotgan yoki tahorat qilayotgan yoki shunchaki bir mubolag'a bilan chaygan vaqtida dimog'iga suv ketib qolsa, bunda ham ro'zasi ochiladi. Shuning uchun g'usl qilayotgan vaqtida g'arg'ara qilinmaydi. Mabodo deylik, kunduzi ro'zadorlik vaqtida g'usl qilishlik vojib bo'lib qolsa, bu odam g'usl qilgan vaqtida xuddi tahoratda og'izni chaygandek og'iz chayadi. Yengil chayadi. Tepaga qarab g'arg'ara qilsa suv ketib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun yengilroq, xuddi tahoratda chaygandek og'zini o'zini chayadi. Xuddi shu singari burniga ham suv olganda qattiq achishtirmasdan, balki garchi u g'usl bo'lsa ham yengilroq, xuddi tahorat kabi burnini chayadi. Endi shu chayayotgan vaqtida suv ketib qolsa, bildiki, og'zidan suv olganda yoki burniga suv olgan vaqtida ketib qoldi. Shunda bu odamni ro'zasi buziladi, lekin buzildi deb ochib yormaydi. Balki o'sha kunlik savobini oladi. Oxirigacha yetkazadi, lekin kuniga kun tutib beradi. Shuning uchun tahorat qilayotgan vaqtimizda, g'usl qilayotgan vaqtimizda yoki yuzimizni, qo'llarimizni chayayotgan vaqtimizda juda ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Og'zimizdan, burnimizdan suv ketib qolishligini oldini olishligimiz kerak bo'ladi. Keyingisi 14-si, boshidagi yoki qornidagi jarohatga dori qo'yganda boshidan yoki qornidan ichiga yoki dimog'iga suv ketib qolsa, o'sha qo'yayotgan narsa ketib qolsa. Shuning uchun ba'zi shunday bir jarohatlar bo'ladi, ichiga singib ketadigan, tanani ichiga kirib ketadigan darajadagi jarohatlar bo'ladi. Qo'yilgan dori yoki quyilgan dori insonning tanasini ichiga kiradigan darajada bo'lsa, unda bu vaqtda uni dimog'idan o'tadigan yoki qornining ichiga o'tadigan, qorni bo'shlig'idan ichiga o'tadigan holatda suv yoki dori ketib qolsa, unda ro'zasi buziladi. 15-si, uxlab yotgan odamni, ro'zador odamni qorniga yoki og'ziga boshqa bir odam tomonidan suv yoki dori kirgizib yubora olsa, men bilmaganidan doktor qilib qo'yibdi yoki bolam suv quyib yuboribdi degan bilan bo'lmaydi, baribir ro'zasi ochiladi, bir kuniga bir kun tutib beradi degan ekanlar. Uxlayotgan odam xoh aytaylik, birov tomonidan uni qorniga suv kirgizilsin yoki o'zi tomonidan kirgizilsin, bunda ham ochiladi. Xuddi shu kabi ayol kishi ham, 16-si, ayol kishi masalan xizmatga yaramayman deb qolib taom yeb yuborsa, ya'ni baribir ham ochilgan bo'ladi. O'zini ehtiyotkorsizligi yoki qorni och bo'lib qo'rqqanligi, kasal yetib qoladi deb xavf qilganidan ochilgan ro'za ham baribir ochiladi. U uzrli bo'lmaydi. Chunki xavf ikki xil bo'ladi. O'sha kasalligi aniq bo'lib, uni dori ichmasligi kasalini zo'riqishlikka sabab bo'lsa, unda ochib dorisini ichib taomni yeb davom etkazaveradi. Ya'ni taomini yuradi. Lekin kasal bo'lmasdan turib, shunchaki qo'rqqan, bir xavf qilib, o'zidan bir shubhaga tushib, endi och qolsam kerak, kasal bo'lib qolsam kerak deb shubhalangan holatda qo'rqib turib biror bir narsa yeb qo'ysa, baribir u ham ochiladi va bir kuniga bir kun tutib beradi. Mana xuddi shu singari haligi yuqoridagi hukmni takrorlanibdi. Birov esida yo'q biror bir narsani yedi. Esida yo'q, bilmasdan yeb qo'ysa, biror bir narsani yeb qo'ysa, esiga tushgan vaqtida to'xtatadi. Yoki birov tomonidan mana shu bir suv quyilishligi yoki dori qilishligi bo'lib turadi, esiga tushib qoldi, o'sha zahoti to'xtatadi-da, keyin ro'zasini davom etkazib ketaveradi. Bu odamniki ochilmaydi. Illo qachoniki endi ro'zam ochilib ketdi shu bilan, endi bo'lmasa kerak deb ochib yuborsa, bu odam ham bir kuniga bir kun tutib beradi. Nega desa, chunki bu qasddan ochmaganligi uchun. Agar xuddi shu holatda qasddan ochsa, bo'ldi, nima qilaman, qornim och qolib ketadi bu deb qasddan ochaveradigan bo'lsa, unda bir kuniga 60 kun tutib berish kerak bo'ladi. Xatoan ochildi-yu, lekin o'sha ochilgan vaqtida davom etkazib ketaverish kerak. Endi ochilib ketdi deb yana taom yeyish kerak emas.
18-si bir kishi kechasi roza tutishni niyat qilmadi va kunduzi niyat qildi. Ya'ni keyin tong otgandan keyin niyatim niyat bo'lmagan bo'lsa kerak dedi-da, shubha bilan taom yesa, uni rozasi ochiladi va qazosini tutib beradi. Ya'ni bu degani kechasi roza tutishlik niyati yo'q edi, kunduzi niyat qildi. Kunduzini niyati o'tar rozani oxirgi chegarasi zavol vaqti kirguncha. Ya'ni bir odam shunaqa darajada qotib uxlabdi, bomdod ham o'tib ketibdi, quyosh ham chiqib ketibdi, soat quyosh tikkaga keladigan darajaga kelib qolibdi. Bu odam endi qarasa peshin bo'lib qolgan. Yana 5 soatdan keyin og'iz ochadigan. Niyat qilib qolay demaydi endi. Endi bu odam kech qoldi. Agar quyosh zavol vaqtigacha kelmagan bo'lsa, unda uxlab yotganligi uchun u uzrli bo'ladi-da, shu zavolgacha niyatini qilib oladi. Lekin zavoldan o'tib ketgan bo'lsa, endi o'tmaydi. Chunki rozani yarmi o'tib ketib bo'ldi. Bu odam endi o'sha kunni shunday o'tkazadi. Ya'ni bunda kechqurun niyat qilmaganida, ya'ni subh kirmasdan oldin niyati yo'q edi, kunduzi niyat qildi. Kunduzi turdi, qarasa quyosh chiqib ketgan ekan va shu niyat qilganidan keyin ozgina bir shubhaga bordida, endi bu niyatim o'tmasa kerak dedi-da, narsasini yevordi. Lekin shu niyatini o'zi o'tar edi. Narsasini yevordi. Endi bu odam rozasi ochilgani hisoblanadi. Chunki hukman uni rozasi niyat bo'ldi. Chunki o'rnidan turgandan keyin, uyg'ongandan keyin garchi quyosh chiqqan bo'lsa ham, hali hech narsa yemagan edi. To subh kirgandan buyog'igacha, ya'ni uxlayotgan, uyg'onganigacha hech narsa yemagan edi. Endi bu odam rozasini niyat qilib hech narsa yemasdan davom etkazaveradi, lekin ochib yormaydi. Mabodo endi niyatim bo'lmagan, bu o'tmaydi deb agar narsa yeb qo'ygan bo'lsa, endi o'sha odam bir kuniga bir kun tutib beradi. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Amin. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh ibodatlarimizni qabul aylagan, tutayotgan rozalarimizni bekam ko'z mukammal ado qilib, bizlarni qiyomat kunida shafaat qilishlikka loyiq bo'ladigan rozalarni tutmoqligimizda Alloh barchamizga kuch-quvvat bergan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Allohu akbar.